2025-yilda oltin to'p ham topshirildi deganlik xabarlar bor. 2025-yilda oltin to'pni Dembele oldi va e-futbol shularga moslab mana shunaqa pak chiqardi deganlar. Assalomu alaykum hammaga, suyimsiz charchaymizlarmi? Videoni avvaldan ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Bugun Dembele, Yamal, Vitinyalarga deganlar OP pak qilamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan yilgi top 3talikka, ya'ni Rodri, Vinicius, Bellinghamlarga mana shunaqa pak kelgan va bu yil ham oltin to'pga xuddi shunaqa pak keldi. Xo'p, ko'rib turishingiz mumkin. Dembele, Lamine Yamal, Vitinha. Dembele striker kelgan, Yamal cross specialist, Vitinha esa orkestr bo'lib kelgan jigarlar. Xo'p, bizda 5810 coinsimiz bor, xudo xolasa bizga asosiy maqsadimiz Dembele. Nasib Dembeleni ushlaymiz jigarlar. Kimga shunaqa coins kerak bo'ladigan bo'lsa, zanat xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa jigarlar, mana shu kanalga murojaat qilinglar va opsiyada ham qoldiraman. Sifatli sizlarga tez donat qilib beramiz. iPhone ga ham jigarlar, Android ga ham donat qilib beriladi jigarlar. iPhone ga shaxsiy o'zim donat qilib beraman. Android ga esa adminim bor jigarlar. Bemalol yozsanglar bo'ldi. Xo'p, boshlaymiz. Birinchi 3 talik ochib ko'ramiz. Sapsi ketyapti, ketyapti. Xo'p, o'tgan safar esimda bor. Didaga o'sha 100 talikni boshlab tushirib qo'ygandim. 2 marta, 4 marta shuni admindan bosganman-da. 3 talikni shunday ochganimda, shunday Dida chiqib qolgan. LB chiqdi. Kim bu? Yo, tanimadim. Yo, tanimadim. Xo'p, 900 talikka ochib ko'ramiz. Birinchi 900 talikimiz keldi. Qani, omadimizni bersin. Qani, 1 2 3. Ketdi. Epic. Birinchi 900 talik epic. Wo, tushdi. Kim tushdi? Epic jigarlar, bizda Epic. Dembele bo'lsa to'xtatamiz. Dembele bo'lsa to'xtatamiz. Orqaga ochmoq qo'yishimiz mumkin Vitinha uchun. McAllister orqasida, hop. Kim? Lamine Yamal jigarlar. Crossing va momentum dribbling chiqqan kartasi. Birinchi 900 talikda Lamine Yamal shunchaki dahshat. Xo'p, keyingi 900 taligimiz hozirgi ustuvchida ish berdi. Buni sherigim aytdi. Hozir yana sinab ko'ramiz. Xo'p, 1 2 3 4 va bir marta 900 talik. Ketdi. Davay. Bermadi. Yana bizda 3 marta ishlasam 900 taligimiz qoldi. Men chekir hozir bir marta shuni chekiraman deb o'yinchilarda chatishtirib olaman deganlar. Position qilsam, position emas hozir. Card type. Mas'ulimchi bo'lgani uchun mayli. Ketdi. Pastga tushirib yubordim ko'pini. Kelinglar. Dembele 10 da o'ynaydi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ketdi. Dembeleni ver, ketdi mana. Dembele. Va, tushmadi. Yana 2 ta qoldi. 900 ta qo'yadigan. Chiqqanda ustoz ochaman, qarab turinglar. Chekirib oldim, mana bunaqa to'g'rilab qo'yib. Lekin birinchi 900 tamiz ham tushdi, ikkinchi 900 tamiz Dembele bo'lganda zo'r bo'lar. Davay, Dembeleni beramiz. Beradi to'g'risi. 1 2 3 4 3 ta ochib ko'raymi? Ket 3 ta ochib ko'raman. Qani, 3 taga balki Dembeleni berib qo'yar. Highlight kartada. Kim bu? Van Dijkmi? Van Dijk. 2 900 taligimiz qoldi jigarlar. Yo'q, 2 ta emas. 3 ta. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Ketdi. Xo'p, bizada highlight karta. Dembele. Gap bo'lishi mumkin emas. Dembele jigarlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Dembele. O'zim bilmay qoldim, chunki unaqa episodiy animasiya tushmadi, lekin gap bo'lishi mumkin emas jigarlar. Davay, kelinglar Vitinyaga ochib qo'yib qolamiz. Ikkita urinishimiz qoldi. Juda omadli pak bo'ldi jigarlar. Hozir Vitinyani ham tushirib qo'ysam bilmadim endi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketdi. Davay, davay. Davay, Vitinha. Samofa tushdi. Kim bu? Declan Rice tushdi jigarlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketdi. Vitinhani ver bo'ldi. Vitinhani ver. Vay. Rafinha tushdi. Rafinha 5-o'rindagi oltin to'p nomzodiga qo'yilgan jigarlar. Rafinha tushdi. Endi orqasida unaqasi hech kim chaqirmaydi. 2 sekundga ochib qo'ya qolamiz. 86 o'yinchi qoldi jigarlar. Может tushib qolar. Xudo xolisi. Yo, Damafa tushdi. Tayanch yarim himoyachi. 3 kun tushirib qo'ying, qarab turaylik. Vitinhani bosaman deb bitta aylantiramiz. Shuni chiqib turib. Vitinha 8 o'ynaydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketdi Vitinha, ketdi Vitinha. Laba. Kim bu? Labadan. Mayli, 5700 ga Dembele Yamal tushadi jigarlar. Bu shunchaki ajoyib. Endi buni kuchaytirib, plus gameplay qilib ham ko'rsataman sizlarga. Dembele Yamal. Bular hozir avtomatik kuchaytirib turamiz. Men boshqa joyga ketib qoldim. Hozir bir minut jigarlar. Hop, Dembele ustiga bosaman. Usman Dembele. Musulmon futbolchi jigarlar oltin to'pda yutdi. Xo'p, Yamal. Men shuni kuchaytira olaman. Yaxshi open pack bo'ldi jigarlar. Hop. Ko'rgan bo'lsanglar, Nyabishni naqd ketdi. Orqa follarini ham hozir ko'rsataman to'liq. 105, 106 bo'ladi. Endi booster berish kerak. Booster berish uchun oddiy kartalar sotib olish kerak. O'shanda booster beradi. Bu booster bo'lsa kerak. Booster berilsa 105 bo'ladi. Alvarez o'nga qo'shaymi? Alvarez ko'rgan bo'lsanglar jigarlar, hozir dahshatli gol urdi Real Madridga. Bizni ham yorvordi, gap yo'q. Xo'p. Mana qaranglar mana. Mana qaranglar orqa fonni shunchaki dahshat jigarlar. Epic ko'rinishda kelgan. Xo'p, endi bularda gameplay qilib ko'ramiz jigarlar. Xo'p, diviziya o'ynab ko'ramiz jigarlar. Qizi bersin, ha? Ketdi. Qo'shayman taholaman. Real Madrid. Biz Real Madrid emas ekan, uzr. Raqibimiz Barselona. Men onlaynga kirdim. Hozir bot berdim hozir. Hayron, hozir biz onlaynga kirdik, lekin bizga bot qo'yib berdi. Mana PvP deyilgan. Bu botda 3 talik bot. Adashmayotgan bo'lsam, chunki o'yinda bunday boshlayman, yana qotirib qo'raman mana. Mayli, sizlarga gameplay qilib ko'rsataman-da. Cross space ishlatib ko'ramiz. Qancha tezlik ko'ramiz? Dembele, double touch. Double touch qilaman, hech javlat beryapti. Chalib qo'yibman. Dembelening ilk sarig'i jigarlar. Mayli, boshladik. Qani? Bismillah. Tashlaydan urma. McAllister. Lautaro Martinez. Blitz. Go. Blitz ko'ril. Endi biz asosan Yamal bilan urib ko'ramiz hozir Dembeleda. Hozir Blitz olib ko'rdim.
Martinez akkauntida. Ilk kartasi, Showtime kartasi. Martinez. Ke Dembele ke. Qani? O Dembele. Gol. Ana sholarkan. Ana sholarkan. Osman Dembele jigarlar. Endi botda shuning uchun bitta time o'yin qilaman bo'ldi jigarlar. Yamaldan bitta gol uraman, все. Haqiqiy bu ham anaqa просто botga qarshi bo'lgani uchun uncha qiziq bo'lmaydi. Shuning uchun Yamalni urib ko'raman jigarlar. Va double touch deb bo'ldim. Ko'rgan bo'lsanglar, Yamal gol. Ana nishonlargan. Bunaqa nishonlaydi hozir ko'rib turasizlar. Hozir bitta darvozabonni ko'rsatadi, ya'ni raqib tarafda ko'rsatadi. Hozir adashmayotgan bo'lsam, murabbiy ko'rsatdi. Yamalni nishonlashni ko'rsatish kerak. Shunaqa gaplar jigarlar. Xo'p, videoni shu yerda to'xtataman. Ko'rgan bo'lsangiz Dembele Yamalda gol urdim. Statistikasini ko'rsatmayapman. Ikkinchi 97 finishing, 94 tezlik, acceleration 98, balans 96. Yamalda xo'p ko'ramiz. 95 dribbling, pas 91. Buni qanday tushuntirishga? Speed 98, acceleration 94. Double touch shunaqa xullas. Shunaqa gaplar jigarlar. Video yoqqan bo'lsa jigarlar, like, podpiskalar ayamanglar jigarlar. Kimga ko'ngil xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar. Charchamaylar, omon bo'linglar.